sotuvga chiqqaniga hali unaqa ko'p vaqt bo'lmagan, lekin xalqqa ma'qul kelgan oilaviy mashina deb atalayotgan BYD Song Pro haqida to'liq gaplashamiz. Song Pro haqida yaxshi fikrlar ham va ayrim joylarda yomon fikrlar ham eshitdik. Bugun jaydar obzor qilamiz, mashinani haydab ko'ramiz, tezroq qilib ko'ramiz, salon qismi, kuzov qismi haqida to'liq gaplashamiz. Videoni o'tkazib olishga shoshilmanglar. BYDga qiziqib yurgan odamlar, videoda Song Pro'si bor odamlarga jo'natib qo'yinglar. Kerakli ma'lumotlar hamma shu yerda bo'ladi. Ma'lumot uchun Song Pro'ni 3 ta pozitsiyasi sotuvda mavjud. Birinchi, ikkinchi pozitsiyasi tokka o'zida 71 km yuradi, uchinchi pozitsiyasi tokka o'zida 110 km yuradi. Benzin rasxodi 100 km ga 4 litr kitobida yozilgani. Sotgan klientlarimizdan, o'zimizning tanishlardan so'raganimizda rasxodi qancha bo'lyapti, qanaqa rasxod qilyapti deb so'raganimizda 5,5-6 litr atrofi qilyapti deb aytishdi. Qish kunlari, ya'ni pechkalarni yoqib yurishganda. Endi kuzov haqida gaplashadigan bo'lsak, Dragon Face, ya'ni Song Plus ga o'xshashib ketadigan variant qilingan, faralari ikkita linzali LED faralar bilan jihozlangan BYD texnologiya. Diskasi 3-pozitsiyada 19 razmer diska turadi, birinchi, ikkinchi pozitsiyada 18 razmer diska turadi. Bu mashinamiz test drive'dagi mashina, kelib bemalol haydab ko'rsanglar bo'ladi, avtosalonimizga kelib, o'zi zavodskoy parogi bo'lmaydi. Bu parogga o'zimizga qo'shimcha detal sifatida sunuvga qildirganmiz. Gabarit haqida uzunligi 4738 mm, enligi 1860 mm, balandligi 1710 mm. Bagaj qismini ko'rsatib o'tamiz va mashinani xarid qilgan yilida nima komplektlar chiqadi, o'shani ham ko'rsanglar bo'ladi. 3-pozitsiyasida bagaj elektronnik bo'ladi, birinchi, ikkinchi pozitsiyasida ruchnoy bo'ladi, qo'lda bo'ladi. Xo'p, bagajimiz hajmi 520 litr. Xo'p, komplektatsiyasida o'zini yangi mashina sotgan yillarda komplektida chiqadigani jilet, avariyniy znak, xo'p, germetika baloni, kompressor, avtomobilni ko'chada zaryadga qo'yayotganlarda, bistri zaryadga qo'yayotganlarda kerak bo'ladigan adapteri, ya'ni oddiy zaryadkaga adapter qo'yiladi. Undan tashqari pikniklarda, uyingizda svet bo'lmaganda Song Pro'dan ham tok olib ishlatsanglar bo'ladi. Jaydar qilib aytganda udinitlar ham bor. Bu ko'rgan narsalardan tashqari avtosalondan yangi Song Pro xarid qilayotganlarda 2 xil zaryadniy stansiya komplektida beriladi. 7 kilovatligi o'sha sunib 3 ta faza tokka sunib qilinadi. Ikkinchisi 1,5 kilovatli rozetkaga tiqib ishlatadiganingiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, barcha modellar singari anatomitskiy rul, multimedia joystiklari, multimedia displeyi birinchi, ikkinchi pozitsiyada kichkina planshet turadi. Ya'ni 12.8 dyum. 3-pozitsiyada 15.6 dyum katta planshet bilan jihozlangan bo'ladi. 3-pozitsiyada yana qo'shimchalardan besprovodniy telefon zaryadkasi bo'ladi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyada besprovodniy telefon zaryadkasi bo'lmaydi. Xo'p, jaydar qilib aytganda, xalq tushunadigan tilda aytganda, korobka qismi. Boshqaruv multimedia joystigi, avtomobilning rejimini o'zgartirish uchun joystik, avtomobil boshqa BYD modellari singari bunda ham 3 xil rejim: Eco, Sport, Normal. Undan tashqari har doim aytib o'tadiganimiz qo'shimcha rejimsi ham bo'ladi, funksiyasi ham bo'ladi. Qishli ob-havolarda, yaxli yo'llarda, galilotlarda kerak bo'ladigan rejimi. Avtomobilni xolasangiz tok o'zida, xolasangiz gibrid sistemada haydasangiz bo'ladi. Uni ham alohida mana EV tok o'zida HEV u уже gibrid sistema yonadi. Gibrid sistemani sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, avtomobil to'liq tokda harakatlanadi. Benzinoviy dvigatel generator vazifasini bajarib beradi, tok ishlab chiqarib beradi. Faqatgina 92 ni yaxshisi yoki 95 benzin qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Aytayotganimizdek, Song Pro modelini 3-pozitsiyasidagina 15.6 dyumli katta planshet turadi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyada 12.8 dyum.
kichkina planshet turadi. Avtomobilda голосовой управлениялар bor. Голосовой управленияларni nima komanda berishini hammasini o'sha planshet orqali ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni shunaqa gaplar chiqdi. O'tirgandan keyin sun'iy intellekti bor, xohlagan anaqani funksiyani bajaradi. Yo'q, xohlagan funksiyani bajarmaydi. O'zini spetsialniy funksiyalarini bajaradigan komandalarini yozib qo'yilgan. Bunga oddiy Здесь. HiBYD yozuvi kirib, to'shani pastroq qilib qo'ysangiz bo'ladi, balandroq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari nima komanda bajarishini aniqlikdan ko'rib o'qib olsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda yangi обновлениясida YouTube ham chiqyapti, ayrim modellarida. So'ng Pro'da ham YouTube chiqyapti. Oxirgi обновленияda. Lekin drive'ga qo'yib yurishingiz bilan YouTube avtomatim to'xtaydi. Ya'ni haydovchini chalg'itmaslik maqsadida. Ekstra tormojeniyani bo'yicha ko'pchilik qiynalyapti. Ekstra tormojeniyani o'chirishni ko'rsatib qo'yamiz. Bu faqatgina mashinani qachon zavod qilib yurishni boshlaganingizda o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Mashinani o'chirib, yana boshqadan zavod qiladigan bo'lsangiz, avtomatim bu funksiyasi yonib qolaveradi. Buning uchun ADASga kiriladi, aktivniy безопасностьga kiriladi. Avtomatik sistema ekstreniy tormojeniyani shuni o'chirib qo'yasiz. Bo'ldi, ekstra tormojeniyasi o'chdi. Birinchi paytda ekstra tormojeniya bo'lmaydi, faqatgina ikkinchi, uchinchi paytda ekstreniy tormojeniyasi bo'ladi. Hozir mashinani o'chirib boshqatdan zavod qiladigan bo'lsak, nastroykasiga kiramiz. ADASga kirilganda aktivniy безопасность yana yo'qolib qolgan bo'ladi. Har mashinani zavod qilganingizda o'chirib qo'yishingiz kerak. Bu asosan uzoq yillik shofyor akalarimiz qiynalishyapti. O'zligi haydashayotganda ekstreniy tormojeniya berib qolganida ko'pchilik qiynalyapti bu funksiyadan. 3 sekundlik ish, har o'tirganingizda o'chirib qo'ysanglar bo'ladi uni. Aytib o'tganimizdek, jaydari obzor qilib beramiz. Ya'ni gibrid sistema, DMI sistema qanaqa ishlashini tushuntirib beramiz. Avtomobil to'liq tokda harakatlanadi. Benzinoviy dvigatel как generator vazifasini bajarib beradi. 1,5 atmosferniy motor turadi bunda. Buni hozir misol uchun 23% zaryadkasi turibdi. Benzin ozgina taqalib qolgan ekan. 23% zaryadka. Ko'pchilik savol beryapti. Zaryadkasiga qarab turib gibrid sistemaga yoki elektr sistemaga o'zimiz o'tkazamizmi? Yo'q. Xohlasangiz o'zingiz o'tkazib 100% zaryadka bilan to'liq gibrid sistemada ham yurursangiz bo'ladi. Xohlasangiz faqat tok ko'zda ham yurursangiz bo'ladi mashinada. Yo'lda ketayotganingizda, uzoq yo'llarda yoki misol uchun zaryadka 27% da kelib o'tirdingiz, haydayapsiz, zaryadkangiz kamayayotganda zaryadka 20% bo'lishi bilan avtomatik mashinani o'zi gibrid sistemani ishga tushiradi, ya'ni benzin dvigatel ishga tushadi. Yoki 60 tezlikdan oshganingizdan keyin benzinoviy dvigatel qo'shimcha kuch berishni boshlaydi. 23% da, ya'ni 20% yaqinroq foizda zaryadkasida kelib mashinani o'chirdingiz, keyin magazin kirib chiqdingiz yoki 1 soatdan keyin, 2 soatdan keyin mashinani zavod qilganingizda avtomatik gibrid sistemada zavod bo'ladi, ya'ni shu zaryadkasi kamroq qolganini hisobiga. Kilometrajini, benzinlik kilometrajini avtomatik ko'rsatib turadi o'zi. Avtomobil 100% zaryadka va polniy bak benzin bilan 1090 km masofa bosib o'tadi. Kitobida shunaqa yozilgan. Lekin shu realniy oddiy shu sotgan klientlarimizdan o'zim so'rab ko'rganim anaqam 950-930 km yurib berdi deb aytishdi. Uzoq yo'lga Daniyaga qat'iyan shu programmamizdan so'raganimda 1000 km dan oshiqroq yurdi. Yana 15% zaryadkam bor edi, o'sha benzinni oxirigacha yurib bo'ldim. 1000 km dan oshiqroq yurdi, yana 15% zaryadkam bor edi deb o'zlari nima qildilar. Keyin uyga kelib o'sha zaryadga qo'ydim deb aytishdi. So'ng Pro'ni 3 ta paysasida ham panoramlik tom va lyuklari ochiladigan bo'ladi. Lyukni голосовой управление orqali ham ochib yopsanglar bo'ladi yoki o'sha lyuk pardasini o'zini ham голосовой управление orqali ochib yopsanglar bo'ladi.
salon qismini gabaritini qisqacha ko'rsatib beramiz. Hozir mana sidenasini oxirigacha surdim. Haydovchi qulayroq, o'shani ko'pchilik yotibroq haydaydi. Yotibroq haydash uchun qulay qilib qo'ydim. Endi orqa tarafini ham ko'ramiz. Misol uchun meni bo'yim 1.73 yo 1.74. Hozir menga sal uzunroq bo'lib turibdi oyog'imga. Orqa qismini ham ko'ramiz, qanaqa qulaylik tug'diradimi yoki-da siqilib qolinadimi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, aytayotganimdek bo'yim 1.73 yo 1.74. Maksimal darajada orqagacha surganmiz, haydovchiga qulaylik bo'ladigan qilib yotqizibroq qilganmiz. Bunda ham xuddi shunaqa mana o'zim o'tirganimda bitta mushtum joy bor hali. Bemalol mana yotib ketsa ham uzoq yo'l ketayotganda yoki shahar ichidan anaqa qilayotganda bemalol orqadagi odam ham ortiqcha noqulaylik tug'dirmaydi. Keyin bar podokotniklari bor. Podokotnik ham qulay mana mendagi bo'ydagi odamga qulay qilib anaqa qilingan. Undan tashqari mana hozir operator ham videoga olyaptilar. Passajir sidenani maksimalni cho'zganlarida oraluv masofa ancha katta. Misol uchun sidenani mana hozir yotqizganinglarda ham bemalol bagajdan keyin o'zbekchilikda o'qachamlarda uzunroq narsani ham bemalol ortsangiz bo'ladigan saloni ancha yetarlicha katta. Avtomobil haqida yomon otziv eshitganimizda ozgina mashina jo'skiroq ekan, qattiqroq ekan deb aytishdi. Hozir haydab ko'ramiz o'zimizni. Rosa kelsin, realniy odzivni beramiz. O'zimizning tez drive mashinada ko'chada haydab ko'ramiz mashinalarni. Realniy odzivni beramiz. Ya'ni mashinani ortiqcha maqtash emas yoki-da ortiqcha yomonlab tashlash emas, borini shu o'zimiz his qilgan, mashinani his qilgan odzivimizni berishga harakat qilamiz. Rosa kelsin, oilaviy mashina. Misol uchun rulda o'zingiz, oldi passajirskiy sidenada otaxon adezani o'tkazib, orqada shu oyizlarni, ayolingizlarni, bolangizni o'tkazib bemalol uzoq yo'llarga ham harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Bunaqa ortiqcha charchatmaydi. Crossover bo'lgan hisobiga, balandligini hisobiga. Bagaj hajmi ham aytayotganimizdek 520 litr. Bemalol pikniklarga chiqadigan bo'lsangiz yoki-da uzoq yo'llarga boradigan bo'lsangiz, shu chamadonlarni piknikka kerakli bo'ladigan hamma narsani bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Hadoviy qismiga keladigan bo'lsak, balon qismiga, o'shani balonni ko'pchilik gapirishyapti. Jo'skiroq mashina ekan deyishyapti. Har qayerda men o'zim misol uchun mana 7 yil bo'lgan bo'lsa, prava olganimga yana necha yil bo'lgan? To'g'ri. 2018 7 yil bo'libdi. To'g'ri. Mashinaning hadoviy qismi bo'yicha, baloni bo'yicha, mana o'zini zavodskoy baloni bo'yicha odziv beradigan bo'lsak, hali endi chuqurli yo'llardan, mahallalarning ichidan yurib ko'rmadik. O'rtacha abishli mana katta yo'lda yurayotganimizda odziv. Kimdir jo'skiroq deyapti. Inomarkadan o'tgan katta crossoverlar, o'sha men BMW'lar haydab yurgan odamlardan so'rasak, sal jo'skiroq olgan mashina deyishyapti. Lekin menga o'zimga shaxsan unaqa jo'skiligi unaqa bilinmayapti. Hozir haydayotgan mashinamizda stok holatda, shu zavoddan chiqqandan keyin kerakli anaqasi faqat salon polik qo'yganmiz, o'zini o'sha BYD dvornigini alishtirib qo'yganmiz. Ortiqcha hech nima qilinmagan. Misol uchun baloni o'sha normal holatda, o'zi zavodskiy holatida turibdi. Sal jo'skiligi bor, o'sha sal qattiqligi bor, ya'ni chuqur sezishi sal sezgirroq hisoblanyapti. Lekin men o'zim haydagan mashinalarim orasida ancha yumshoq mashina. Uzoq yo'llarga ham mana o'zim sizni o'zimga qulay qilib qilganimda uzoq yo'llarga ham unaqa charchatmaydigan bemalol polniy bak benzin 100% zaryadka bilan 1000 km yurganda ham odam 1000 km yurganda charchaydi-yu, ortiqcha mashinani hisobidan ortiqcha charchoq sezdirmaydigan mashina. Avto hold funksiyalarini ishlatyapmiz. Avto hold ham
hozirgi kunda shahar ichida eng kerakli funksiyalardan. Endi uni maqtab etish noo'rinni bilaman, uni baribir aytib qo'yamiz. Chunki hozirgi kundagi hamma chiqayotgan modellarda o'sha avtomat korobka bo'lsa 100% avto hold funksiyasi bor. Mashinani mahallalarning ichida mahalla desa ham bo'lmaydi, bu yoqda chap taraf promzona tushunishinglar uchun. Rost egasam chuqurlik ko'p. Kunduz kuni kelsanglar ham, pesh kun yursanglar ham chuqurlik tushiradigan joydan ana haydab o'tyapmiz. Haydab ketyapmiz. Ozgina taqir-tuqur dovushi bor. U sal ikkinchi dovush. Pardani ochib qo'ygan edik hozir. Yoruv yaxshiroq bo'lish uchun. O'shani hisobiga lyukka anaqasini ozgina dovush chiqyapti. Zavodskiy holatida. U lekin defektga kiradigan darajada emas-da. Sal o'shani taqir-tuqur dovush chiqyapti. Rost egasini tezroq bo'lyapti xullas. Hozir zaryadkasini 29% qolgan. Elektr rejimga ketyapmiz. O'sha avtomatim 20% ga tushishi bilan zaryadkasi avtomatim gibrid sistemani mashinani o'zi qo'shadi. Yoki mana 25% da 25% dan keyin mashinaga keldingiz, to'xtatdingiz, o'chirdingiz, magazinga kirib chiqib yoki o'zbekga kirib chiqib yana mashinani zavod qilsangiz, avtomatim gibrid sistemada mashina zavod bo'ladi. Ya'ni benzin dvigateli ishga tushadi. Albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa. Endi orada ancha vaqt uzilish bo'lib qoldi, ma'lum bir sababga ko'ra obzorlarni ola olmadik. Bu yo'g'iga maksimal har bitta modelni to'liq obzorni chiqazamiz. Kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni, o'zingizlarning savolinglarni yozsanglar, to'liq javob berishga xudo xolasa harakat qilamiz. Videolarni ko'paytirib, shu kerakli videolarni ko'paytiramiz. BYD haqida o'zingizlarga nima kerakli savolinglar bo'lsa, nima qiziqtirayotgan savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyga yozsanglar bo'ladi. Har bitta kommentariyani o'qib chiqamiz. Har bitta kommentariy bo'yicha xudo xolasa video qilib savolinglarga javob beramiz. Bu yo'llarni haydagandan keyin eslatib qo'yamiz. Bu test drive mashina, sotiladigan mashina emas. Bemalol kelib, o'zingizlar ham haydab ko'rib, aytayotgan gaplarimga o'zingizlar bemalol sinov tariqasida test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida 3 ta filialimiz bor. Mirobodda, Yashnobodda va Lunacharskiyda. Uchala filialimizga kirib, bemalol test drive qilib, haydab ko'rib, o'zingizlar amin bo'lsanglar bo'ladi mashina haqida. Katta ko'chada yurish ancha o'zgardi. O'sha negativ fikr yozishdan oldin videoni oxirigacha ko'rishga maslahat beraman, chunki o'sha dang'ir-dung'ir yo'llardan ancha yo'ldan yurdik-da. Rost egasini test drive qilib ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Test drive ham qilib ko'rdik. Test drive lokatsiyasini qisqacha tushuntirib o'taman. Agar shu atrofda turadigan bo'lsalar, odamlar bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. Yangi O'zbekiston bog'i, Yangi O'zbekiston bog'idan o'tib mahallalar orasiga kirdik. Mahallalar orasidan keyin shunaqa dalali hududlar ham bor ekan, asfalt qilinmagan yerlarda ham yurdik. Mashinani Joski deb eshitgan edik, ayrim joylarda ko'rgan edik, lekin jam unaqa emas. O'zini zavodskiy stok holatidagi, o'zini balonlarida hech qanaqa ortiqcha ish qilinmagan test drive mashinasida test drive o'zimiz haydab ko'rdik. 100% ishonchli komil bo'lish uchun Toshkent shahrida 3 ta filialimiz bor. Yashnobodda, Mirobodda, Lunacharskiyda bemalol kelib, o'zingizlar test drive qilib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Gapimizga o'zingizlar ham o'shani haydab ko'rib amin bo'lasizlar. Rost egasin oilaviy mashina, bagaji hajmi ham 520 litr, ancha-uncha narsa ketadi. Bemalol oilaviy o'tirib uzoq yo'llarga ham, tog'ga dam olishlarga ham, yoki shahar ichida haydab yurishlarga ham ancha qulay mashina. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada o'zingizga qiziqtirgan savollarni bemalol berishingiz mumkin. Qiziq savollarga video qilib ham javob beraveramiz. Videoni BYD'si bor yoki BYD olmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bemalol filiallarimizga kelib test drive qilib haydab ko'rsanglar bo'ladi mashinani. Trading xizmatimiz ham bor. O'zingizlarning mashinalarini sotib olib, o'rniga
istalgan turdagi BYD avtomobillarni qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Maksimal darajada o'sha BYD ga qiziqib yurgan oshna-og'aynilarga, BYD'si bor og'aynilarga videoni tarqatib tashlaylik. Kerakli, foydali ma'lumotlar qo'yib bordilar.